Maqsading nima Jasur? Onamni bu yerda ahvolini bilganing yo'q. Bolalarimni qachon xohlayapsiz? Nima o'tirishmi endi Jasur? 3 yil ayoda yo'q bo'lib ketding. Chiqding. Mana 4 kundan beri yo'qsan. Onam ahvolini o'ylamayapsanmi? Maqsading nima jon ukam? 3 yil yo'qda o'ylashga rosa vaqtim ko'p bo'ldi-da. Yana kamiga chiqqanimdan keyin mahallaga kirsam, hamma qo'lini bigiz qilib ko'rsatishni boshladi. Mana qo'shnimiz Sadir. Yakka yagona o'g'il, puli bor, erkatoy bola edi. Shu baloni domiga tortdim uni ham. Hammadan qimmat olardi. Oxiri nima bo'ldi? Nafsi buzuqlik qildi, o'ldi ketdi. Onasi farzandini yerga qo'ygandan keyin ko'zlari ko'rmay qoldi aka. Qaysi vijdon bilan yana o'sha mahallaga kiraman? To'g'rimizga qo'shnimiz Oybek. Bir qiz, bir o'g'li bor edi, Guldek. Oilasini yolg'iz boquvchisi edi. Uni ham shu baloni domiga tortdim. Yetishmovchilikdan ozgina siqildim, ukam og'ayni u bu deganda, siqilsam men bundan bitta ichib olgan tekinga berdim boshida. Ikkitaga o'tdi, uchtaga o'tdi. Oxiri yuragi ko'tarmadi, u ham o'lib ketdi. Hayot aka, nima ularning oilasi, ularning ota-onasi qarg'amayapti deb o'ylaysizmi? Menga o'xshaganlar nechta hozir ko'chada? Nechtasini yostig'ini qurityapti. Men o'zim bittaman, men ucharman deb o'ylardim. Lokatsiya bilan ishladim. Skritli nomerlar. Mendiq ishlaydigani yo'q edi. Qonun ustuvor ekan, ushlashdi, yopishdi. Chiqdim men, soppa sog'man, davolandim. Hammasi o'zimning foydam uchun edi. Men o'zim ham iste'mol qilardim. Men uchun hayot lazzati hamma mazmuni shuni ta'sir ostida edi. Men-ku davolandim, qolganlarcha o'lib ketdi. Qamalgandan ko'ra men ham o'lib ketganim yaxshi edi. Bir kun kuyardinglar, 2 kun kuyardinglar, bolani 1 yil kuyardinglar, seldan chiqib ketardim. Jasur. Hozir sizlarni ham kuydirib, o'zim ham vijdon azobida qiynalib ketdim to'g'ri. Vijdoning qiynalyaptimi Jasur? Demak insonsan. Demak yurak borsan ukam. Ozgina sabr qilib tur Jasur. Onam qiz qidiryaptilar senga. Shu ahvolda o'tib ketmaysan-ku. Ertaga uylanasan. Bola chaqa qilasan. Hammasi unutib bo'lib ketadi ukam. Yo'q, hech qachon. Ertaga bola chaqali bo'lsam, bolalarimni qachon xohlayapsizmi? Bu qaytar dunyo. Qaytar dunyo. Go'daklar